Kompaniya qadriyatlarini o'rganishni boshlaymiz. Kompaniya qadriyatlari bu qisqa qilib aytganda madaniyati desak ham bo'ladi. Ya'ni kompaniyani madaniy yoki madaniyatga oid bo'lgan qoidalar yoki normalar desak ham bo'ladi. Maqsadga erishish yo'lidagi tamoyillar bu birinchisi aynan qadriyatda mavjud bo'lishi kerak. Aynan biz maqsadga qanday madaniy yoki ma'naviy yo'llar bilan erishamiz. Ya'ni maqsadga erishish madaniyati ham ya'ni ko'rsatib berilishi kerak. Chunki maqsadga har qanday yo'l bilan erishsa bo'ladi. Kompaniyani daromadga har qanday yo'l bilan chiqsa bo'ladi. Va bu maqsadlarda faqatgina kompaniyaga xos bo'lgan ma'naviy chegaralardan chiqib ketmagan holatda, ya'ni kompaniyani o'zini madaniyatiga xos bo'lgan yo'llarni tutib maqsadga erishish kerak. Aynan maqsadga erishish uchun ham kompaniya uchun qadriyat zarur ekan. Chunki maqsadga erishish uchun xodim har qanday yo'lda tutishi mumkin. Shuning uchun kompaniya o'zini madaniyat chegarasini va madaniy normalarini va mo'tadilligini, kompaniya madaniyat mo'tadilligini yoki madaniy talablarini qo'yib olishi zarur bo'lar ekan. Biznes qarorlar qabul qilishdagi yordam beradi bu. Chunki har bitta qaror qabul qilishda albatta madaniyatga qarab, aynan insoniylik fazilatlariga va dinimiz buyurgan amallarga taqqoslab keyin qaror qabul qilinishi kerak. Bu qadriyatlar ham bizning qarorlarimizni yana ham saviyasini, yana ham sifatini oshiradi va kompaniya uchun katta ma'naviy manfaat olib keladi. Xodimlarga rahbarlik qiladigan va mijozlarga biznes qanday ishlashini bildiradigan asosiy tamoyillarni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni rahbarlik qilishdagi madaniyat va xodimlarga qilinadigan muomala madaniyati, mijozlarga qilinadigan madaniyat va biznesda qanday ishlashini bildiruvchi, ya'ni biznesda faoliyatni madaniy tomonlari jihatlariga rioya qilishni ham bu qadriyatlar o'z ichiga oladi. Aynan tamoyillari o'z ichiga oladi. Qadriyatlar kompaniya madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Aynan qadriyatlarni o'zi madaniyat shakllantiradi va madaniyat majmuasini tashkil qiladi desak bo'ladi. Ular xodimlar, mijozlar va hamkorlar bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir qiladi. Aynan kompaniya qadriyatlari albatta mijozlaringizni tanlashingizga yoki mijozlarni sizga bo'lgan xohishini, ya'ni mehrini oshishiga yoki qiziquvchanligini oshishiga, hamkorlaringiz bilan to'g'ri, sof aloqa, halol aloqa qilishingizga va barcha munosabatlarni tartibga solishga, ya'ni ma'naviy tartibga solishga katta ta'sirini o'tkazadi. Qadriyatlarning muhimligi. Mana birinchisi, eng katta muhimi bu korporativ madaniyat qurishga yordam beradi. Chunki kompaniyada madaniyatda yuqori bo'lishi bu kompaniyani yana ham kuchli qiladi va ko'p ma'naviy zararlardan himoya qiladi kompaniyani. Turli xil insonlardan, turli xil ma'naviy tajovuzlardan va boshqa omillardan kompaniyani himoya qiladi. Bu madaniyatda qadriyatning mavjudligi bu boshqa insonlarni o'z-o'zidan bu kompaniya bilan ishlay olmasligini oldindan ko'rsatib beradi. Aynan madaniyat darajasini qo'yilishi kompaniya uchun bu xodimlarni aynan filtr qilishga ham yordam beradi. Xodimlar jamoasini kuchli jamoa tuzish uchun, madaniyatlilar jamoasini tuzish uchun
bu katta xizmat qiladi. Shuning uchun ham bu korporativ madaniyatni yo'lga qo'yish va shakllantirish juda ham muhim. Jamoani bir xil qadriyatlar ustida birlashtiradi. Ya'ni kompaniya madaniyati bu xodimlar madaniyatiga borib ya'ni borib ta'sir o'tkazadi. Aynan xodimlar ham kompaniya madaniyat darajasida ish yuritishi, muomala qilishlari va xizmat ko'rsatishlari zarur bo'ladi. Motivatsiyani oshiradi. Albatta ma'naviy ozuqa va ma'naviy kerakli bo'lgan inson uchun hayotiy jabhalarda bu qadriyatlarni ustun, ya'ni juda ham yuqori ustun egallaydi. Faqat moliyaviy rag'batlantirish emas, aynan ma'naviy rag'batlantirishga ham qadriyatlar katta yordam beradi. Xodimlarni to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Albatta madaniyatdan, ma'naviyatdan, dinidan kelib chiqib qarorlar mukammalroq yaratiladi va qabul qilinadi. Mijozlarga tamoyillarni ko'rsatadi. Ya'ni mijozlar ham o'sha biznesdan nimani kutiluvchanligini, ya'ni nimani kutishlari va nimani kutmasliklari. Aynan madaniyatiga xos bo'lgan mijozlar ham nima bo'lishni boshlaydi? Aynan shakllanib, filtrdan o'tish boshlanadi. Ya'ni kompaniya madaniyati, qadriyatlari kuchli bo'lsa, mijozlar ham shunga qarab kompaniyaga talab qo'yishadi. Misol uchun kompaniyadagi madaniyat yuqori darajada, oliy darajada, ya'ni o'zimizni xos shariat dinimizga xos bo'lgan amallarni ko'p singdirgan bo'lsa, mijozlar ham shunga qarab talab qo'yishadi. Ya'ni madaniyatiga qarab turib, o'z-o'zidan mijozlar ham tarbiya olishadi yoki mijozlar ham tartibga kelishadi, intizomga kelishadi. Har xil madaniyatga xos bo'lmagan, ya'ni kompaniya qadriyatiga zid bo'lmagan qandaydir muammolar, yechimlarni qidirishmaydi. Demak, aynan madaniyat bo'lishi ham mijozlarni boshqarishga yordam beradi. To'g'ri odamlarni ishga olishga yordam beradi. Albatta, xodimlarning madaniyat darajasini yuqori bo'lishini talab qiladi bu qadriyatlarni borligi yoki muhimligi. Bu xodimlarni yana ham madaniyatlisi va madaniyat ustida ishlovchilari ko'proq kompaniya uchun ishga olish jarayonida o'zi saralanib, shakllanib va tayyor bo'lib, qayta o'qitilib tayyor bo'ladi. Ya'ni mehnat faoliyatiga. Demak, mana shu ko'rgan omillarimiz, ya'ni eng muhimlari hisoblanadi. Keyingi qadriyatlarga misollar berishimiz mumkin. Aynan qadriyatlar tarkibida nimalar bo'lishi kerak, nimalarni ifodalash kerak deydigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mijozni baxtli qilish. Bu ham bitta qadriyat hisoblanadi. Mijozingiz keldi, aynan siz mijozingizga o'zingizni qadriyatlaringizni, ya'ni mijozni rozi qilish. Sizga sizni roziligingiz kerak. Pulingizni olib, bo'pti, xayr emas. Siz qanchalik bizdan xursand bo'lib, rozi bo'lib, mamnun bo'lib ketsangiz, ya'ni o'zingiz kutganingizdan ko'ra ko'proq narsani olsangiz, bu xursandchiligingiz, bu roziligingiz Xudoga ham ma'qul kelib, bizni ham ishlarimiz siz orqali, siz sabab yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni mijozni qachonki baxtli qilib, xursand qilar ekanmiz, bizni biznesimiz shunchalik gurkirab yashnaydi. Mijozni talablarini bajara olmas ekanmiz yoki oliy darajada bajara olmas ekanmiz, demak, biznesimiz ham oliy darajada bo'la olmaydi va kengaya olmaydi. Demak, mijozni roziligi, mijozni xursandchiligi, mijozni baxti bu biznesingizni yiriklashi uchun, biznesingizni muvaffaqiyatga erishish uchun eng birinchi va eng oxirgi omillardan desak bo'laveradi. Sifat. Albatta, qadriyatlarda biz sifatli xizmat yoki sifatli mahsulotni yaratamiz. Nimaga? Chunki
mijoz bergan pulidan ko'ra yaxshiroq sifatli mahsulot olganida u xursand bo'ladi va rahmat aytadi. Qalbida judayam xursand bo'lganidan Alloh bu xursandchiligini ko'rib, bu baxtni ko'rib, nima sabab bo'lganini Alloh o'zi biladi va yetarlidan ko'proq mukofotlaydi. Ya'ni biz qachonki sizga sifatli mahsulot berar ekanmiz, Alloh bu narsani ko'rib turgani bizga eng zarur va aynan mana shu sifatli mahsulot sizni xursand qiladi va Alloh bizni o'zi rozi qiladi. Siz tufayli, ya'ni siz sabab, mana shu sifatli mahsulotimiz sabab Allohga biz yaqinlashamiz yoki Allohni biz siz orqali xursand qilgan bo'lamiz va bizni biznesimiz aynan mana shundan keyin o'sishni boshlaydi. Ya'ni Alloh bizni yo'limizni ochadi. Xuddi shunday sifat berishda xodimlarga, mijozlarga yuqori darajada xizmat ko'rsatish bu aynan qadriyatlarni eng birinchi misollar desak bo'ladi. Jamoa bo'lib ishlash. Ya'ni biz kompaniyada jamoamiz faqat o'zim bo'laylik yoki o'zim rivojlanaylik yoki faqat o'zim pul topaylik yoki o'zim muvaffaqiyatga erishaylik emas, biz o'zimizga ravo ko'rgan narsani, o'zimizga yaxshi ko'rgan narsani boshqalarni ham shu yaxshi narsalarga taqsimlab, ya'ni bo'lishib, aynan yaxshi ko'rgan narsalarimiz boshqalarga ham ilinib, boshqalarni ham shu o'zimiz to'g'ri deb bilgan, ya'ni o'zimiz ketayotgan yo'lda qolganlarni ham birlashtirib, boshqalarga ham ravo ko'rish orqali biz jamoa bo'lib ishlashni afzal ko'ramiz va hammamiz rivojlanamiz. Ya'ni faqat o'zimiz emas, barchamiz rivojlanamiz. Shunda biz eng yaxshi va eng kuchli kompaniyaga aylanamiz. Xuddi shunday jamoa bo'lib, ya'ni faqat o'zim bo'laylik yoki faqat o'zimni naqam bo'lsin, hukmronligim bo'lsin, o'zimni kuch-qudratim bo'lsin emas, hammamiz shunday bo'laylik degan maqsad. Ya'ni qandaydir keng fikrlaydigan, keng qalb sohibi bo'lib ishlash ham bizning qadriyatlarimizdan deb ta'riflab ketish mumkin. Aynan qadriyatlar. Doimiy o'sish, bu ham qadriyatlarimiz. Ya'ni biz tinmasdan o'zimiz bilan ishlaymiz. Buni sababi yaxshiroq xizmat ko'rsatish, yaxshiroq insonlarga foydamiz tegishi, nafimiz tegish va vaqtimizni isrof qilmaymiz, faqat izlanishda, o'sishda bo'lamiz. Demak, doimiy o'sishda bo'lish ham bu aynan qadriyatlardan, kompaniyani madaniyatidan, ertangi kunga bo'lgan harakatlaridan deyishimiz mumkin. Xatolardan qo'rqmaslik. Aynan biz ya'ni kompaniyamiz bilan barcha narsani qilishga harakat qilamiz. Xatolar bo'ladigan bo'lsa, undan hech qachon qo'rqmaymiz, chunki xato bor joyda rivojlanish bo'ladi va unga yechim bo'ladi. Biz qancha ko'p xatoliklarni ko'rgan sarimiz, shuncha muammolarga yechim topish qobiliyatimiz ham, imkoniyatimiz ham oshib boraveradi. Ya'ni biz keyingi u xatoni qilmaslik uchun kuchli tajribaga ega bo'lamiz. Halollik, albatta birinchi o'rinda bu qadriyatlarda bu halollik darajasi. Ya'ni biz qachonki halol bo'lsak, halol tadbirkorlik qilsakgina Alloh mana shu halolligimizga tasannolar aytib bizni yana ham yuqori darajalarga, ya'ni yana ham oliy maqomlarga olib chiqadi. Ya'ni hamma qadriyatlarimizni mana sanab o'tyapmiz. Hammasi, barchasi Allohning roziligi, Allohning xursandligi, Allohning bizga bo'lgan yaxshiligidan umid qilgan holda mana shu qadriyatlarimizni asl Alloh xohishi, Allohning ya'ni yuzi uchun safarbar qilishimiz kerak hamma qadriyatlarimizni. Unga qaratishimiz kerak. O'zaro hurmat. Albatta mijoz bilan, xodimlar bilan, hamkorlar bilan va boshqa insoniylik sifatlarimiz bilan ham hurmat qilib bir-birimizni ma'naviy madaniyat darajamizni oshirib, yana ham go'zal holatga olib kelishimiz bu ham qadriyatlarga misol bo'lishi mumkin. Demak, qadriyatlar
bu yana ham boshqa misollar ham bor, lekin eng sanab o'tilishga loyiq, eng yuqori darajalarda baholanuvchi bu aynan keltirilgan misollar.